Assalomu alaykum opajon, xush kelibsiz. Keling, yaxshi keldingizmi? Charchab qolmadingizmi? Chimodoningizni men olaman. Og'ir bo'lsa kerak. Keling. Yaxshi keldingizmi? O'ting, keling. Charchamay kelib qoldingizmi? Siz kelishingizga go'shtli shirin taom qilib qo'ydim. Qorningiz ham och bo'lsa kerak. Oling, yeng. Qizlar, buncha yaxshi qizsizlar. Nimaga buncha hurmat? Hayron qolarli joyi yo'q. Siz ham biz kabi nomaklar ilovasini xonadosh bo'lim orqali keldingiz. Bu yerda hamma bir-birini hurmat qiladi, chunki bu yer oddiy ijara emas. Bu yerda odamiylik muhim. Biz ham shu ilova orqali tanishganmiz. Endi bir oilada yashaymiz. Rostdan shunaqa joylar bor. Albatta, biz tanlagan joy tinchlik, tozalik va hurmat ustida qurilgan. Bu yerda makler yo'q. Bu yerda samimiyat bor. Ana, yangi xonadoshimiz keldi. Endi kim birinchi bo'lib ochadi? Bu galgisini endi men ochaman.